Xo'p, qayerda bo'lishi mumkin? Boydan beri qidirib o'tiribman. Balki mana bu yerdadir. Qani yana ozgina kovlayman, lekin bu yerda bo'lmasa bo'ldi. Yana mana shunga ozroq. Va okey, bo'ldi. Kerak emas menga bu narsa. Mayli, hozir buni tepaga chiqib olaman. Aytgancha, barchaga salom do'stlar. Men ismim Sharqes va men yangi videoroligimga xush kelibsizlar do'stlar. Do'stlar, sizlarga mana bunaqa savol tug'ilishi mumkin. Nimaga bu yerda kovlayapsiz deydiganlar bo'lsa, bizni mana bu aqlli merimiz, ya'ni o'sha merimiz mana bu yerdan xazina chiqadi. Mani ota-bobomdan qolib ketgan xaritani to'g'rilam deb kim nimalar deb boshim og'rityapti. Sen o'zingcha obunachilarga nimalar deyapsan men haqimda? Siz haqingizda nima deyardim? Mani ertalabdan beri mana bu ishlattirib, vashshi mani hozir boshim og'rib ketyapti, bilyapsizmi? Vashshi chanqab ketdim, hozir bitta suv ichib olmasam bo'lmaydi. Mana sizga mana. O'zingni bos. Chiqmadimi? Chiqmadida, chiqqanida xursand bo'lib kelardim. Buni qarang, qancha yerni kovlab tashladik. Bo'ldi, yetadi. Bu yerda yo'q. Даже qishloqlar kulyapti meni ustimdan. Yo'q-ey, unda bo'lishi mumkin emas lekin, Nima bo'lishi mumkin emas? Axir bu arim soatdan qolgan, balkim o'zingiz yoshligingizda chizgandirsiz. To'xta. Stop obunachilar. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. U yerda o'zim ishlatadigan modlarni hammasini tashlab qo'yganman va u yerda bir-biridan ajoyib yangiliklarni tashlab boraman. Xullas, kanal silkasi video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. Yoshlikda chizgan xarita hozir eslab olay, faqat bu bo'lmasin. Yo'q, men yoshligimda chizgan xaritamki bu. Nima ko'rgansiz bu yerda? Bu yerga men nima edi? Esimda yo'q. Adashmasam men bu yerga xazina emas, o'zimni bittagina ovqatimni ko'mib qo'ygandim. Yo'q, esimdan chiqib ketib qopti. Nima ovqatingizni shu yerda ham ko'masizmi? Siz nima hayvon emaski siz? Esimdan chiqib ketibdi. Shahis, juda uzr so'rayman sana. Xo'p, mayli. Vashshi hozir meni boshlarim portlab ketyapti-da. Hozir siz meni vashshi ishlatib tashladingiz. Hozir endi non yeyishimga to'g'ri kelib. Mana bu kim bo'ldi? Yo'q. Salomlar, nimalar bo'lyapti bu yerga? Bu yerga qarochi qanaqadir olmosmish. Xazina topgani keluvdim. Ya'ni kovlayapman. Bu yerda xazina chiqmaydi-yu, ahmoqlar. Nimalar deyapsan? Urpam bo'lmaydi. O'ramaysan mana. Yo'q, bu axir anavi hakkermi? Bilmayman, hakkermi? Hacker bo'ldi esladim. Yo'q. Men hacker o'zbek silaman, qarochi. Meni miyam ana shu yerni hozir portlatib tashlayman. Men o'zi yaxshiman. Qarochi, sizlarga bitta gapda, ko'p o'yin qilmasdan. Mana buni ovolaydi. Ko'p o'yin qilmasdan. Battar bu. Battar bo'lay, hozir ko'rsataman, bu oyog'im sinishiga oz qoldi. Mana bu tentisini olaman deb. Yaxshilikcha bu yerdan ket. Mikrofonimga nimadir tegib ketyapti. Zo'roq tursin-da. Obunachilarga. Yo'q, tashimani o'yin qilma. Xo'p, bo'ldi. O'zingni bos. Menga ortiqcha problema kerak emas. Yo'q, hozir mana shuni portlataman. Qanaqa problema bo'lar ekan? Qani bom. Juda ham ajoyib. Bu yoqqa ketasan. Sen yaxshi bo'ldim deb hozirgina mana bunday qilyapsan. Endi nima qilganing? Mana shoxda. Mana senga xazina. Sen de tushunmadimmi? Yig'ishtir. Yaqinlashma. Qani, qanday bu yerga o'tib qolding? Sen ko'rmaysan-da, shunchalik bee'tibor bo'lasanmi, e'tiborsiz? Hammalaring portlatib tashlayman. Mer, admin joningizga telefon qilmoqchimisiz? Bu yerdagi barcha setni o'chirib qo'yganman. Yo'q, aytdim nima ishlayapti desam. Ana mana sizda xazinangizda bo'l. Agarda men ichkarida bo'lganimda shuni ilojini topib hakkerda yo'q qilardik. Yo'q, qilolmaysan sen. Undan ko'ra mana buni oldi, portlat men bilan birga. Yo'q, sen bilan birga portlatmayman va bu qanday havoga quryapsan? O'rgan. Hozir portladi, mer qoching. Yo'q. Vashshi hozir nimalar bo'lib ketyapti? Yana mana shu yerda portlatsang juda ham ajoyib bo'lardi-da, lekin. Mana buni shu yerga tashlab olaydi. Yo'q, yordam etyaptimi? Unda mayli, mana qancha bo'lsa shuncha. O'zanchadan beri sho'xlik qilmayotgandim. Ko'payib ketdi lekin. Mengacha keldi. Hech nima qilmaydi, mana merjoning
top tozami nima? Sop salomat deydilarmi? Ona tildan o'qimaganimdek topildi. Yig'ishtir bularni bo'li yetadi. U Kuyib qoldingmi? Yana yaqinlashsang yana kuyishing aniq. yo bo'li kerak emas bo'li yetadi. Yetadimi? Zerikdim qandaydir tenti portlatishdan. Boshqa bironta ish qilsammikan? Merda uyini portlatsammikan, ha? Yo'q, faqat mani uyimda emas, iltimos. Mana bu yerni portlataman. Sallaga yordam bera qolganim bo'lsin. Voy, mer qoching. Voy, mer mulqani siz turgan joy, iminna siz turgan joy portlab ketdi. Merda uyini qoldingmi? Unda merda uyini ham qutqarib qol. Voy, to'xta. Qochishim kerak. Men qarolmayman. Shoshmanglar. Ana yerdagi mer kim? Bu mani bitsa bo'ladi. To'g'risini aytsam, ish paytida men uxlardim podvalimga. Bu esa mani klonim bo'ladi. Tanishib qo'y. So'rman, ha? Nima? Tushunmadim. Axir siz davlat oyligimi bir nimasini olyotdingiz. Bo'ldi, bu merda mana bu klonini yo'q qilganim bo'lsin. Mana bu yerga tashlab yuboraman. Shahar unaqa qilma. Yo'q, tashlab yuboraman. Ana ajoyib bo'ldi. Ana endi o'zingiz ishlaysiz. Yo'q, mana bunday qilib qo'yasan. Juda ham zerikdim. Mana bu endi sallaga ajoyib sovg'a bo'ladi. Voy, o'zingni bos, bu yerga qurib kerak. Voy, bu nima edi? Tushunursin, bu nima edi? Qanaqadir bug bo'lyapti. Bo'lmasa bularni buzib tashlaganim ma'qul. Ajoyib. Ana. Voy, bu kim bo'ldi? Ana endi hozir bum bombardimon bo'ladi. Sen bu yerda qanday yuryapsan? Bo'lishi mumkin emas. 3 ta ilojisi yo'q, to'g'risini aytsam. Urban bo'lmayapti. Fozli mana bu narsani qidirib o'rsam. Hop, seni portlatib yuborma. Voy, tashlamayman. Nima bo'lyapti? Janob, bu yoqqa qarang-da. Janob, bu yerda mana bu portlatmoqchi bo'lyapti. Mana tentisi ham bor. Yo'q. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? To'xtanglar, ovozlaringiz bir xil bo'lyapti. Men qanday farqlasam bo'ladi? Janob ishingiz bo'lmasa, men siz janob deb chaqiraman. Men esa seni ahmoq deb chaqiraman, tushundingmi? Janob. Menga yaqinlashmang, iltimos. To'xtanglar, men ajratolmay qolyapman. Obunachilar, sizlar ajratyapsizlarmi? Ajratgan bo'lsangiz kommentariyga yozinglar. Hozir men kloningni olaman va ana. Nima? Qanaqa narsalar bor, Janob, hozir men sizni 3 gacha tanaganimdan keyin otib tashlayman. Voy, bu qanday nimaga aylanib qoldi? Janob, bu qanaqadir g'alati igrok, ehtiyot bo'ling bundan. Buni otishdan foyda yo'q ekan, bo'lmasa kattani o'ldiraman. Yo'q, bo'ldi, men o'zim ketaman. Iltimos, menga nimalar? Voy, men narsalarim qayerdan keldi? Janob, bu sizni klonlashtiruvdi boya. Siz bilmagansiz. Garush hamma narsani olaman. Bular sizga kerak emas. Xo'p, mayli. Bular ishlamam yo'q, tashlab. Mana buni unutdingiz. Mana buni unutdingiz, janob. Shuni olganingiz yaxshi. Mayli, bularni barchasini buzib ketish kerak. Bularni buzmaysizmi? Bularni o'zi g'oyib bo'ladi. Yo'q. Mayli, bo'pti. O'zi yaxshi bo'lsa ham faqat ko'p telefon ko'rish yomon-da. Voy, kompyuterim yomon qotyapti. Tezroq o'ziga kelsaydi zo'r ish bo'lardi. Qani? Chiqmadim. O'ziga kelmadimi hali beri? Kechirasiz, janob. Bu o'ziga kelmadi. Mayli, tezda orada. Voy, nima gapirmayapman? Sen qanday bu yerda turibsan? Mana senga. Sen meni ustimdan keluvdingmi? Mana senga. Yo'q. Shahringiz boshqani qarayni yo'raman. Yo'q, ajoyib bunda. Mer bo'lmasa mayli, men vosh charchadim. Sizga kim qanaqa mana bu bergan narsalaringiz menga vosh kerak emas. O'zizga bersin. Mayli, shahringiz juda ham senga katta rahmat. Zatda uyim o'z holiga qaytibdi. Lekin mana bu yerda o'zingiz qurib qo'yasiz, endi men qurmayman. Meni pulimni bering endi. Sana puling ana u yerda, xonamdan olib chiqaman. Xo'p, mayli. Do'stlar, mana obunachilar ko'rishinglar mumkin. Vashshi ma'lumot
judayam ko'p ishlatdi bu. Mer yo'q, qanday kirib bo'ladi ya? Voy, bug bo'lib ketyapti. Qaysi edi meniki? 2 edi. Kamligini qaranglar, kam pul berganini. Yo, mer. Siz qani bu yerga keldingiz? Tushunmadim. Yurdim. Ha, bu klonni o'ziga kelgan joq ham. Manmi? Man o'zi shu yerda edim, nima? Meni ko'rib qoldingmi tashqarida? Ha, tashqarida sizni ko'rib qolgandim. Chiqib ket, borlar, boshim og'riyapti. Yo'q, xo'p, mayli, sizni klonligingizni bilmadim. Qanday? Hech nima. Vo, mayli do'stlar. Mana bu pullarimni olib bo'ldim va endi men hozir biroz dam olib olmasam bo'lmaydi. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr. Aytgancha, ko'pchilik meni oxirida cho'zib yuboradi, bir nimalar qiladi deydi. Nima, shunchalik tez xayrlashishni xohlayapsizlarmi shuni? Вообще ham xayrlashmasdan videoni o'chirsam qanday bo'lar ekan? Ha, hozir ham cho'zyapman. Unda mayli bitta reklama qilib ketsam, meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda barchagina modlarimni tashib qo'yganman. Yo'q, nimalar deb tashayapman. Odam ro'za qoldi, charchagan chog'imga margat qilyapti. Aytgancha, ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Короче, sog' bo'linglar. Bo'laman. Pulim sanab o'tiraman. 100, 200, 300